Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen ketira. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugünkü söhbetning temasi ko'rib turguninglardek din ve dünya münasebeti dedik. Din ve dünya münasebeti, bu münasebetni yaxshi tushunish uchun oldi bilan din ve dünya degan bu ikki atalg'uning ta'rifini tushunishga to'g'ri keldi yana. Dinning ta'rifi oldingi suhbatda biroz tushuntirilgan edi. Bu haqda qayta to'xtalmayman. Hozir dunyo degan atalg'uning ta'rifini tushunishga tirishamiz inshaalloh. Dunyo kalimasi arabcha bir so'z bo'lib, arabchadagi adna kalimasining muannas shaklidir. Adna kelimasini bizmi Uyg'urchada eng yaqin, eng tuvan, eng az degandek ma'nolarda qo'llanamiz. Mesela eng adnasi bundaq bo'ladi, eng adnasi undaq bo'ldi deb. Eng adnasi undaq bo'lishi kerak deb. Adna muzakkar shakli ve dünya muannas shaklidir. Yani men arabchada kelimelerninki er ve ayal, kişi ve erkek şekilleri buludu. Dünya kişi şekli, adna erkek şekli. Undaqda dünyanın Uyg'urchadagi ma'nosi nima degan gap? Uyg'urchadagi ma'nosi eng yaqin hayot degan gap. Ya'ni oxirat hayotiga ko'ra hozir ne hayot bo'lg'achqa uni yaqin hayot deb atilishning sababi shu. Yana bir ma'nosi eng tuvan hayot degan bo'ladi. Buni jannat hayotiga solishtirganda yoki haqiqiylik ve amaliy hayot nuqtasidan solishtirganda dunyo hayoti bilan oxirat hayotini, dünya hayatı uyqa, xiyolga o'xshaydigan narsa, oxirat hayoti rasmiy hayot bo'lg'achqa, shu dunyo hayotini tuvan hayot deb atalgan, eng tuvan hayot deb. Yana bir ma'nosi eng qisqa hayot degan ma'nolarni bildirdi. Oxirat hayoti, mayli jannat bo'lsin, jahannam bo'lsin, u abadiy hayot tugamaydigan. Bu dunyo hayoti qisqa hayot bo'lg'achqa, shuni eng qisqa hayot deb e'langan. Dunyoning ma'nosi shu. Biz endi bir narsani eng yaqin deb sifatlasak, Uyg'urchimizda bir narsani yaqin deb sifatlasak, u narsaning eng uzoq bo'lganlarim bor degan ma'noda bo'ladi. Yaqin do'stim desak, yaqin bo'lmagan do'stim bor degan gap. Biz bir narsani eng tuvan deb sifatlasak, bu uning eng yuqori va eng oliy bo'lganlarim bor degan gap. Masalan, bu eng tuvan darajalik mol desak, ya'ni buning eng yuqori, oliy darajalarimi bor degan bo'ladi. Bir narsa eng qisqa deb sifatlasak, qisqa filmkan desak, buningdan uzun filmlar bor degan bo'ladi-ku. Eng uzun bo'lganlarimi bor degan ma'noni bildirdi. Demak, bu dunyo eng yaqin hayot bo'lsa, bu dunyoning orqasidan boshqa hayotlarmi keladi demakdir. Agar bu dunyo eng tuvan hayot bo'lsa, bu dunyoning orqasidan yuqori hayotlarmi keladi demakdir. Yuqori, uzun, abadiy hayotlarmi keladi demakdir. Bu dunyo eng qisqa hayot bo'lsa, bu dunyoning orqasidan eng uzun va abadiy hayotmi keladi demakdir. Undaqda biz yashayotgan bu dunyoning yaratquchisi Alloh tarafidan eng yaqin, eng tuvan va eng qisqa deb atalgan bo'lsa, bu dunyo Qur'onda chiqadi-ku, al-hayotud dunyo deb bu adlarning atab bergan atalg'usi bu. Alloh tarafidan shunday deb atalgan bo'lsa, bu dunyoni qanday tushunishga to'g'ri keladi? Bu dunyoni yaxshi ekan deb tushunamizmi yoki yomon deb tushunamizmi? Buningga javob topish uchun yana mushu dunyoni yaratgan qudratning bu dunyoni nima deb tushuntirishiga qarashga to'g'ri keladi. Xuddi har qanday bir mahsulotni tushunish uchun uning tushuntirish kitobchiqi bo'ladi-ku, shu kitobchiqqa qarashga to'g'ri kelgandeklar. Endi bu dunyoni yaratgan Allohning Qur'onda bu dunyoni tushuntirishiga asoslanganda, bu dunyoni asosan 3 qismga bo'lib tushunishga to'g'ri keladi. Asosan shunday. Yoki bu dunyoni 3 qirliq bir narsaga o'xshatib, 3 qirliq bir narsaning 3 yuziga o'xshatib tushunishga bo'ladi. Mesela 3 qirliq bir narsa va shu 3 qirliq narsaning 3 yuzi. Bu dunyoning 3 yuzi hamda tuvandikicha
bo'lsak, birinchi dunyoning ilmiy yuzi. Chunki dunyo ilm, hikmat bilan to'lgan dunyo bo'lgandan dunyoning bir ilmiy yuzi bor. Ikkinchi dunyoning ne'mat yuzi. Bütün bizning manfaatimizga yaratilg'achqa, noz ne'matlar bilan to'ldirilg'achqa, bütün narsalar bizning manfaatimizga ishlagachqa, bu dunyoning noz ne'mat yuzi bor. Uchinchi, bu dunyoning imtihon yuzi bor. Bu dunyoga kelgandan keyin imtihonimizni berib, imtihondan o'tib, oxiratni rozi qilib, ya jannat qazandigan yoki Allohni norozi qilib, jahannam qazandigan bir ish bo'lgandan keyin bu dunyoning imtihon yuzi bor. Shunday uch turlik tushunishga bo'ladi. Endi dunyoning ilmiy yuzi insonni bu dunyoni go'zal va mantiqli tafakkur bilan o'qishqon deydi. Ey inson, bu dunyoni go'zal mantiqli tafakkur bilan o'qi deb amr qiladi. Va natijada bu dunyodagi ilmlar orqali bilimizg'u matematik, ximiya, fizik, bu nurg'un ilm sohalari ochilib ketdi hozir. Bu dunyodagi ilmlar orqali insonni arif qiladi va Allohning ism sifatlarini tunib chiqishga apiradi. Dunyoning ilmiy yuzi. Dunyoning ne'mat yuzi bo'lsa, bu dunyodagi bütün ne'matlarning Allohning insonlarga bo'lgan sevgisining mevalari ekanligini insonga his qildirish orqali insonning Allohni suyishiga yordamchi bo'ladi. Va Allohni so'ydirish orqali insonning shokir va vafodor bo'lishiga turtki bo'ladi. Shokir Qur'oniy bir atalg'u. Bu dunyoda shu shokir yashaganlar jannatga kiradi, kafir yashaganlar jahannamga ketadi deydi. Shokir degan vafodor, Allohning shakur degan bir ism bor, vafodor degan gap. Shokir bo'lishga majburmiz bu yerda. Shukr qiladigan banda bo'lishga. Dunyoning imtihon yuzi bo'lsa, insonning imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib, Allohga bo'lgan sadoqatini isbotlashga fursat beradi bu dunyo. Shu imtihonlardan o'tib, muvaffaqiyatli o'tib, o'zimizning sodiq ekanligimizni, sadoqatimizni isbotlash fursati beradi. Xuddi maktablar o'quvchilarni ilm va o'qish materiallari bilan ta'minlagandan keyin, ondan imtihon olgandek, Allohmi boshda insonlarni ilm bilan ta'minlaydi, ne'mat bilan ta'minlaydi, uningdan keyin imtihon olib, insonga imtihon maydonini sunadi va imtihonini boshlaydi. Undaqda biz bu dunyoning ilmiy yuzini tushunishga tirishib baqaylik. Uchga bo'ldik-ku, birinchi yuzi ilmiy yuzi dedik. Bu ilmiy yuzi endi bugungi temamiz. Qarindoshlar, bu dunyoning har tarafi, har yeri, har parchasi va hatto har zarrasi, atomlarga qadar ilm va hikmat bilan to'lgan. Mikro dunyodagi zarralardan, atomlardan tortib makro olamdagi galaksiyalargacha hamma narsa, jonliq va jonsiz hamma narsa o'zi bilan munosabatlik va o'ziga uyg'un bir sistema ichida ishlaydi va o'z vazifasini aqllarcha mukammal bir shaklda ado qiladi hamma narsa. Alloh subhanahu va taolo bu mazmunni ifodalab Sura Isroning 44-oyatida shunday deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sadaqallohul azim. Mush koinotdagi 7 qat osmon va shu 7 qat osmonning ichidagi kichikina yer shari va man fihin va bu 7 qat osmon ichidagi va yer sharidagi har kim aqlliqlardan da'vati hozir. Va in min shay'in va aqlliq bo'lmagan hamma narsa. Da'va daraxtdan tortib qurt qo'ng'izgacha, tuproqdan, toshdan, plastikdan aqlimizga nima kelsa, har qanday modda. İllaki yusabbihu bihamdihi. Hammasi hem tasbih etidi, hem Allohga hamd etidi. Qarindoshlar, bu tasbihni tushunish uchun tasbih sabaha yiltizidan chiqadi. Sabaha arabchada sibahat deyiladi, ma suv uzish san'atini. Suv uzishga usta bo'lgan odamlar suv uzgan vaqtida suvda bina to'sib olmaydi-ku. Suvga yumshoq bo'lgandan keyin to'salg'usiz mang'ida suv uzganlar. Shu sabaha to'salg'usiz mangan ma'nini bildirdi. Sabaha degan. Bu lug'atdagi bu ma'nidan yo'lga chiqqan vaqtida
Kainatdagi her narsa aqlliq va aqlsiz, jonliq va jonsiz, har qanday narsa, har qanday modda Allohga tasbih aytadi degan gap Allohning uningga buyruq qilgan amri farmonini to'salg'isiz ado qiladi degan gap. Ham Allohga qoyil bo'lgan holda, Allohni so'ygan holda, amri farmoniga to'liq bo'ysungan holda, Allohning azamatini, qudratini, saltanatini qabul qilgan holda, Allah nima vazifa bergan bo'lsa, hech qanday to'salg'iga uchramay, shu vazifani 100% mukammal ado qilganni tasbih deyiladi. Aningdan keyin Allohga hamd sana, maqtash, olqishlar, alhamdulillah. Allah nima degan buyuksin deb olqishlar, maqtashlar bilan ibodat qilganning ismini hamd deyiladi. Hamd sana degan shu. Endi hamma narsa tasbih edadi ekan Allohga. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Lekin sizlar ularning tasbihini, aytgan tasbihlarini tushunmaysizlar deydi. Fiqh degan qonuniyat-ku, qonun ilmini fiqh ilmi deyiladi. Ya'ni ularning tasbih aytish qonuniyatini sizlar tushunmaysizlar. Aslida bir qonuniyat va bu olamda, bu dunyoda. Shu Allah shu qonuniyatni sizlarni tushunsin deb yaratgan. Sizlarni bilish kerak deb yaratgan. Chunki biliminglar oshgan sari shu qonuniyatni sizlar tushensanglar, boshqa maxluqlarga o'xshash sizlarni tasbih aytishinglar va sizlarni hamd aytishinglar kutilgan bir jonliq sizlarmi. Va asli vazifangiz shu. Asli mukammal hamda sana vazifani, ubudiyat vazifasini ado qilishga tegishli bo'lgan sizlar, aqlliq irodasi bo'lgan sizlar. Ammo jini yo'q, irodasi bo'lmagan maxluqotni mukammal shaklda ado qiladi. Ammo sizlar shu dunyoda shunchalar bir mukammal qonuniyat tursa, bu dunyoning ilmiy yuzini sizlar tushunmayapsizlar. Bu sizlarning gunohinglar deydi. İnnehu kana haliman g'afura. Ya'ni tushunmayapsizlar, asli jazolanishinglar kerak. Allah jazolamayapti. Chunki Allah halimdir, bek eg'ir basiqdir, g'afurdir, mag'firat qilg'uchidir. Allah sizlarni aqlni berib, irodani berib, shunday qobiliyat yaratib bo'lib, anandan keyin bu olamni butun ilmiy hikmat bilan to'ldirib, anandan keyin jonsiz va jonsiz, aqlliq va aqlsiz hamma narsaga ibodat qil deb ibodat amrini bersa, sizlardan boshqa hamma narsa mukammal ibodat qilyotidi. Siz shu qonuniyatni tushunmagachga g'aflat ichida o'tib ketib borsizlar. Asli jazolanishga tegishli kishsizlar mush dunyoning ilmiy yuzini o'qimaganliging uchun, mush dunyodagi ilmlarni va hikmatlarni tushunmaganliginglar uchun deb Allah bu oyat shunday deydi. Qarindoshlar, bir yerda yoki bir narsa sistema bo'lsa, ham yerda sistem bor dedik-ku. Bir yerda sistema bo'lsa, u yerda nizom va intizom bor demakdir. Chunki nizomsiz, intizomsiz sistema qo'g'ilolmaydi. Nizom va intizom bor yerda aql, iroda bor degan gap. Chunki aql bo'lmagan yerda, iroda bo'lmagan yerda nizom bo'lmaydi, intizom bo'lmaydi. Bir yerda aql, iroda bo'lsa, u yerda ilm, hikmat bor degan gap. Chunki aql bor yerda ilm, hikmat bo'ladi. Qarindoshlar, ilm bir nurdur. Mush dunyoga Allohning qo'yib qo'ygan ilmi, mush dunyoning ilmiy yuzi bir nurdur. Biz hozir ilm fan deb ataymiz-ku. Bu bir nurdur. Shundaq bir nurdurki, bu nur inson aqlini o'ziga jalb qiladi. Har qanday insonni o'ziga jalb qildi bu ilmlar. Alloh taolo insonga aql bergan bo'lsa va bu dunyoda atrofimizni ilm, hikmat bilan to'ldirgan bo'lsa, Allah bizni bilimlik bo'lishga chaqiradi degan gap. Bu ilm orqali bir narsalarni tunib yetishimizga da'vat qiladi demakdir. Allohning insonlarga ilm o'qishni farz qilishining va tunji nozil qilgan oyatning o'qi deb boshlashining sababi shu. Chunki bu dunyodagi butun ilmlar Allohni tunishtiradi. Demak, bu dunyoning ilmiy yuzi bizni Alloh bilan tunishtiradi. Texmo aniq qilib aytganda, Alloh taolo bizning o'zini tunishimizni xohlag'achqa. Allah o'zini bizga bu dunyodagi ilmlar aynikida ko'rsatishni xohlagan.
va bizga bu dunyoni to'g'ri va mantiqliq o'qishni farz qilgan. Chunki biz tuproqdan yaratilgan oddiy bir maxluq bo'lg'achqa, oddiy moddadan yaratilgan bo'lg'achqa, o'qimasak saviyamiz oshmaydi. Bilimimiz oshmaydi. Shu Odam alayhissalomni yaratib butun asma sifatni o'tib etishning sababi shu. Odam alayhissalomga va uning avlodiga bu qadar qobiliyatni berishning sababi shu. Bu qadar keng mingni berishning sababi shu. O'qimasak irfonimiz oshmaydi. U buyuk Allohning haqiqiy mohiyati to'g'ri tunayolmaymiz o'qimasak. Allohni to'g'ri tunayolmasak, uni loyiqida suyanmaymiz. Tunmagandan so'yg'ili olmaydi. Loyiqida suyanmasak, loyiqida qadrini bilolmaymiz. Allohni loyiqida qadrlamasak, qarindoshlar nima bo'ladi? Allah hech bir ziyon tortmaydi, ammo biz ziyon tortamiz. Chunki biz Allohni loyiqida qadrlamasak, ulug'lamasak, aslida biz o'z qadrimizga va qimmatimizga yetolmaymiz. Shundaqla Alloh ko'zlagan va kutgan maqomimizga yetolmaymiz. Shuning uchun biz o'zimizni qadrli qilish uchun va o'zimizni Allohga muxotab bo'lish maqomiga yetkazish uchun bu dunyoni va bu dunyodagi ilmlarga yushiringan Allohning ism sifatlarini o'qishga majbur. Agar biz bu dunyodagi ilmlarni Allohga bog'lagan shaklda o'qimasak, o'zimizga o'zimiz uval qilgan bo'lamiz va o'zimizni o'zimiz vayron qilgan bo'lamiz, qarindoshlar. Demek bu dünyanın ilmi yüzüge yaratquchi Allohning ism sifatlari yushiringan bo'lg'achqa. Bu dunyo biz uchun shunday qimmatlikki, shunday buyuk bir ne'matki bu dunyo. Bu dunyoni musulmoncha to'g'ri o'qisak, bu dunyo bizni a'loyi illiyinga chiqaradi. Agar bu dunyoni yaratquchi Allohdan ayirib, materializmchilar kabi xato o'qisak, bu dünya bizni asfala safilin gapirdi. Bu a'loyi-illiyin, asfala safilin degan ikki atalg'u. A'loyi-illiyin eng yuqori maqom degan gap, asfala safilin degan eng tuvan chuprandiya degan gap. A'loyi-illiyin jannatning Alloh bilan muxotab bo'lib mungdishadigan yerning ismi, asfala safilin jahannamning ismi. Xorliq markazi. Xorliq qaynog'i, manbasi. İslamiyet nazarida Allohning kalomi Qur'oni Karim oyatlari tenzili oyatlar deb ataladi, qarindoshlar. Qur'on oyatlarini tenzili oyatlar deb ataladi islomda. Va dunyo moddalari va moddalar aro sistemalarga yerlashtirilgan ilmlar va hikmatlar takvini oyatlar deb ataladi. Biz fen bilimleri deymiz o, ilim fen bilimleri. Buni bizning İslamiyet tekvini ayet deb ataydi. Qur'onning oyatini ayet degandek, ilim fennimi ayet deb ataydi İslam. Demek, moddani ma'nodan ayirib o'qish qanday xato bo'lsa, ilmlarni diniy va fanniy deb ayirib o'qishga o'xshashlar xato. Chunki bunda qilish maxluqotni xoliqidan, mavjudotni mujididan ayirishga tirishqanlik bo'lib, bu faqat shunday xato o'qiganlarga zarar beradigan buzuq bir o'qish usulidir. Buzuq bir o'qish usulidir. Agar bu koinot kitobini o'qigan kishi bu kitobdagi har ilmni Allohning u ilmga munosabatlik asma va sifatlariga bog'lab o'qisa, bu ilmlar u kishi uchun shunday bir nurga aylanadiki, bu kishi bu nur orqali u ilmlarga yushiringan Allohning ism sifatlarini ko'ra oladi. İnsanning ma'rifati oshadi, irfoni yuksaladi, Allohning san'atini ko'radi. Bu o'qish jarayonida Allohning qudratini ko'radi, Allohning ilmini ko'radi, Allohning hunurini ko'radi, Allohning marhamatini ko'radi. Chunki bizning manfaatimizga uyg'un qilib yaratilgan bu sistemalar Allohning mehri shafqatini ko'radi. Neticede Allah'ını tunup ariflik makamına yetidi. Dünyanın bu ilmi yüzü Allah'ın insanını yaratıştaki gayesiga bevosita xizmat qilg'achqa ve bek muhim bo'lg'achqa Allohning dushmanlari bo'lgan shaytonlar
ve şeytani sistemalar devamlık dünyanın bu ilmi yüzüge buzgunçılık kılıp gelmekte. Ve bu dünyadaki ilimlerini insaniyetin menfaatine uygun bulmayan şekilde kullanıp gelmekte. Ve bu ilimlerini kullanıp insaniyetke suikast kılıp gelmekte. Şundakla insanların bu suikastlarını bilip kalması için bütün mekteplerde dünyanın bu ilmi yüzünü yuşurup gelmekte. Bu dünyanın ilmi yüzünü o pen mekteplerde tapkılanmaydı. Çünkü yuşurdu. Sistem yuşurdu. Demek bu dünyanın ilmi yüzü insan için şundak mühim ki insan bu yüzü arkalık Allah'ını tanıydı, Allah'ın barlığı ve birliğine işiniyordu. Hatta Allah'ın barlığı ve birliğini ilmi yol arkalık ispatlaydı kardeşler. Bu dünyanın ilmi yüzüge dağ düşürüvatkanlar, humanizmçılar ve materyalizmçılar bulup, ve de humanizm degen Uyg'urchalaştırgan vaqtimizda insonparast degan gap. Butparast desek, butqa cho'qindiganlar deb tarjima qilamizg'u. Insonparast degan vaqtimizda ismni insonparast deb qo'yib olib, xuddi insonga xizmat qiladigandek ko'rinib, amaliyotda shaytonga xizmat qiladigan, o'zini Odam alayhissalomning naslidan deb qaramay, shaytonning mislidan deb qaraydigan, bu dunyodagi insonlarni o'zi uchun xizmat qilish uchun yaratilgan deb qaraydigan insoniyat dushmanlarini humanizmchi deymiz. İsmini chiroyli qo'yib olgan bilan qilayotgan xizmati insoniyatga dushmanlik qiladi. Shu Xitoy shuning beshida bor. Ya'ni materializmchilar. Xitoy yana shu materializmchilarning beshi, dinsizlarning beshi. Bularning maqsadi bu dunyoda Allohdan ayirib etib, insonni markaz qilgan asosda shaytonga cho'qinish bo'lg'achqa, bütün şeytani güçlerini birleştirip bu dünyanın ilmi yüzünü ilim ve bilim namlık cehalet çümperdileri bilen tosuvanmakta. İlim deydi, bilim deydi ama ilim ve asli hakiki bilimlerini tosuvanmakta. Bu materyalizmçiler o kadar hayasız ve yüzsüzleşti ki addi bir serengenin, mesela bir serengenin bir yağaçka patroplam yazısı bulduğu nemi o? Bir serengenin işlep çıkargıcısını sorsanız memnuniyetle karşı alıyordu. Her serengeni kim işlep çıkardı dediyseniz palanı, zavut, püstaniyedeki püstani deydi. Mesela bu serenge pek addiyken kim işlep çıkarmagandı akçan. Özlükten bulap kalgandı deyseniz, yok, özlükten bulap kaldığı iş yok. Bunu bir adam işlep çıkarması bulmaydı deydi. Mektep buldu şunu öğütüdü. Ama bu kainatını kim yarattı deyip sual sorsanız bulmaydı. Çünkü bundak suallar çeklengen bütün mekteplerde. Ulana mektebide. Ama İslam bütün emri fermanları da dünyadaki bu ilimlerini okuşka, bu arkalık Allah'ını tanışka ve dünyadaki bütün ilimlerini insaniyetinin dünya ve ahiretlik bəxt, saadet için kullanışkı buyuruyordu. Şundakla bu dünyadaki ilimlerini Allah'ını inkar kılış için kullanışını ve insaniyet bəxt, saadetiga xilaf halda kullanışını çekleydi. Şunun için ilim fenning her qanday terakki qilib bir narsa ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, ishlab chiqarilgan mahsulot insoniyatning manfaatiga bo'lsa, islom qo'llaydi, olqishlaydi. Agar har qanday mahsulot insoniyatning ziyniga bo'lsa, uni cheklaydi, uni qo'llamaydi. Bu dunyoning ilmiy yuzini ta'tir va qonunsiz qo'llanib, insoniyatga zarar berayotgan ve şeytanga xizmat qilayotgan buzg'unchilar bor. Bu buzg'unchilarning eng başida Xitoy tajovuzchilari bo'lib, ilm fandan olgan bütün kuchini, bütün dunyoni ishg'ol qilish qariniyatini amalga oshirish uchun qo'llanmoqda. Xitoy tajovuzchilari unda taraqqiy qildik, bunda taraqqiy qildik deganga aldanmayli. Xitoy taraqqiy qilyotdi, ammo taraqqiyotni bütün dunyoni ishg'ol qilish uchun taraqqiy qildiryotdi. Bu qariniyatning amalga oshishiga birdan bir to'salg'i bo'layotgan omil musulmon Sharqiy Turkiston xalqi bo'lg'achqa, oldi bilan Sharqiy Turkiston xalqini tal-tukis yo'q qilishni planlab, Sharqiy Turkiston xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyatini boshlab etdik deyman.
va bu jinoyatni yushirish uchun Sharqiy Turkistonning boyliqlarini xalqaroni aldashga ishlatayotidi. Xitoy tajovuzchilarining bu yovuz niyatini bitib qila oladigan birdan bir yo'l, qarindoshlar, Sharqiy Turkiston xalqining dunyoning ilmiy yuzini tunib yetib, ilmlarni diniy va fanniy deb ayirmasdan Allah buyurgan shaklda ilm olishga atlanishimizdir. Biz Sharqiy Turkiston xalqining ilm olishga atlanishimizdir. Chunki Allah bu dunyodagi ilmlarni yaxshi o'rganib, Allahni tonisin, zulmga qarshi chiqsin, o'zlarini qo'g'disin deb yaratgan bu ilmlarni insoniyatning manfaatlanishiga sungan. Ey insonlar, mana bu sistemdan foydalaninglar, o'zinglarni qo'g'danglar deb. Shaytonlarga qarshi turinglar, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turinglar deb. Agar biz chet eldagi Sharqiy Turkistonliklar bir millat sifatida birlik hosil qilib ilm-fanga atlansak, ya'ni bu dunyoning ilmiy yuzi bo'lgan ilm-fanga atlansak, qisqa zamonda chuqur Xitoy tajovuzchilaridan eshib ketalaymiz. Chunki biz chet eldagilar ma'rifimizni hozirgi zamon ilm-fan saviyasida boshlay olamiz. Biz masalan keyin qoldik deb, 100 yilning oldidagi, 200 yilning oldidagi ma'rifdan boshlamaymiz-ku o'qishimizni. Qaysi davlatda yashayotgan bo'lsak, shu davlatdagi ilm-fan taraqqiyoti Xitoydan to'g'ri emas. Yoki Xitoyga yetib qo'pa. Ashadan boshlag'achqa kuchsak biz ilm-fanning yuqori pallasiga chiqaman. Bu Allah'ın yaratgan bu qonuniyatidan foydalanib o'zimizni qutqizamiz deydigan niyatga kelib ilm-fanga atlansak, hozirgi mavjud saviyadan boshlaydigan bo'lg'achqa Xitoydan eshib ketish tamoman mumkin, qarindoshlar. Buni qila olish uchun oldi bilan qulluq zanjirini, ruhimizni chirmib olgan qulluq zanjirini pachaqlab tashlashimizga to'g'ri keladi. O'zimizga ishonishga to'g'ri keladi. Eynik qarab baqayli, bizmi inson. Ash taraqqiy qilgan millatlarning badani qanday bo'lsa, shu badan, shu ruh, bütün xosiyatlar bizda bor. Bizmi qila olamiz uni. Faqatlam Xitoy mingimizni yuvib, manqurtlashtirib o'tkachga, o'zimiz ishonmaydigan qilib o'tkachga mushalga tushib qoldik. Yetarlik uxladik, qarindoshlar, uyg'onayli. Uyg'onayli, ilm-fanga atlanayli. Allah bilan tunishayli. Allah'ning ne'matini to'g'ri yo'lda qo'llanayli. Allah yordam qiladi, qisqa zamonda Xitoylardan eshib ketish tamoman mumkin. Bugungi suhbatimiz shagichi bo'lsin. Keyin ko'rishgacha omon bo'linglar, qarindoshlar. Bu ulug' Ramazon oylarida qilayotgan duolarimiz qabul bo'lsin, ibodatlarimiz qabul bo'lsin. Duo, istig'forlarimiz, tövbelerimiz qabul bo'lsin. Allah hammamizdan rozi bo'lib, mushu Ramazon ichida bir gunohlarimizdan qutulib ketishga Allah nasib qilsin. Allohga emanet.